250 minglik sarpaset yig'amiz. Narxiga arziydimi yoki yo'q, kommentariyada yozib qoldiring. Birinchi o'rinda shunaqa atlas, milliy kiyimlar bilan ketadigan chiroyli obodok qo'ydim. Xuddi o'ziga mos zirakchasini ham qo'shib qo'ydim. Oppoq Swarovski toshlardan yasalgan chiroyli obodok qo'shdim. O'zi kichkina bo'lsa ham, lekin eng ko'p taqadigan taqinchog'ingiz mana shu obodokcha bo'ladi. Rosa ham nejniy va chiroyli. Oq xrustal aralashgan shunaqa chiroyli diademali obodok qo'shdik. O'zimni shaxsiy kolleksiyamdan shunaqa feruza toshli chiroyli obodok qo'shamiz. Bunga mos zebigardonlari bilan. Aynan shu toshli zirakchani ham qo'shib qo'ydim. Endi navbat diademalarga. Shunaqa tillarang diadema qo'shamiz. Va shunaqa nejnigina diademani ham qo'shamiz qizlarjonlar. Qo'shimchasiga yana durli shunaqa zirakchani ham qo'shib qo'ydim. Mana shu sarpa nabor barchasi 250 ming so'm bo'ldi. Nabor sotuvda bor va bemalol xarid qilishingiz mumkin. Quyidagi telefon raqamlariga bog'laning yoki direktga yozing.